پرده های قدیمی پشتری تو بریز دور، بیا بهت یاد بدم تا خودت هم بتونی راحت اجرا کنی. اسمش پرده پلیسه پشتریه. اول اینکه قیمت خیلی مناسبی داره و به خاطر جنس پارچه و بدنی که داره قابل شستشو، میتونی برای تمام فضاها اجراش کنی. مهمترین مزیتش اینه نصب خیلی راحتی داره، چون داخل فریم پنجره نصب میشه، راحت میتونی در پنجره تو باز و بسته کنی. یه خوبی دیگه هم که داره، کسایی که با دید داشتن پرده‌های حریر مشکل دارن میتونن اینو پشت پرده‌های حریر هم اجرا کنن. Qizlar, yonchok haqida sizlarga ajoyib ma'lumot. Yonchokimiz qarang, dazmolsiz ham o'zi tekis turibdi, tortilmasdan. Buni siri tukuni pastga to'g'ri qo'yib olish. Birinchi o'rinda mana mashinkani tuki pastga qarab turibdi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda chokni yonimizda necha santimetr qayirmoqchi bo'lsangiz, ichkariga ana shuncha kiritib olish kerak, to'g'rilab mana. Buklab olamiz va e'tibor bilan qaraysiz. To'g'rilab, mana bu tagidagini ozgina tortib, buni ustidagini nisbatan bo'shroq qo'yib qattiq ushlab olamiz va bu qo'limiz bilan ikkinchi partiyamizga yordam qilamiz. Chokda e'tibor bilan qaraysiz. Mana chokimiz juda ham bir tekis chiqadi. Har doim mana shunday chokka qaytarishga odatlansangiz, ishingiz juda ham chiroyli chiqib beradi. Mana. Keyin yana bitta savol tushgan. Bu tomonni mana shunday qaytarganingizda ikkinchi tomonni qanaqa qilib qaytarasiz degan savol uchun, qizlar, bu tomonini esa bu tomoni endi to'g'ri tuk tepaga qarab qoladi. Unda nima qilamiz? Materialni mana shu tomonga shunday yig'ib olib, mashinkaning bu tomoniga buni yana pastga, tukuni pastga qaratib qo'yib olib tikishimiz kerak. Materialni